Kambag'allikdan farovonlik sari dasturi doirasida faol nuroniylarni kambag'al oilalarga biriktirish orqali mahallalarda sog'lom turmush tarzi va ijtimoiy ma'naviy muhitni shakllantirish mumkin. Ko'pni ko'rgan, katta hayot mashaqqatlarini yengib o'tgan otaxon onaxonlarning bu boradagi tajribasi kambag'allikdan farovonlik sari dasturini amalga oshirishda ham samara bermoqda. Xiva hamda Gurlan tumanlarida o'tkazilgan uchrashuvlarda bu boradagi tajribalar o'rganildi. Xiva tumanidagi 32 ta mahallada 14.542 nafar nuroniy istiqomat qiladi. Tumandagi 87 nafar faol nuroniylar 237 ta og'ir oila bilan ish olib bormoqda. Ular bilan o'tkazilgan uchrashuv hamda muloqotlarda oilalarni og'ir ijtimoiy vaziyatdan qanday chiqarish borasida qilinayotgan ishlar muhokama qilindi. Bu borada to'plangan tajriba namuna sifatida ko'rsatildi. Ijtimoiy reyestrga kiritilgan oilalar uchun qanday imkoniyatlar yaratilgani, ulardan qanday foydalanish mumkinligi haqida fikrlashib olindi. Shuningdek, mahallalarda sog'lom turmush tarzi va ijtimoiy ma'naviy muhitni shakllantirishga ko'maklashish masalalariga e'tibor qaratildi. Mahalla yettiligi oilalarning ijtimoiy-iqtisodiy ahvolini yaxshilashda faol nuroniylarga yaqindan yordam berishi ta'kidlandi. Kambag'allikdan farovonlik sari dasturi asosida nuroniylarimizni ijtimoiy reyestrda turgan kambag'al oilalar berkitdik. Oilalarda muhitni o'rganib, yashash sharoitini o'rganib, shular o'zlarining tavsiyalarini berdilar. Berkitilgan nuroniylar tomonidan kambag'al oilalardagi maktab o'quvchilarına stullar, sport kiyimlar tarqatildi. Kasb o'rganishga moyil bo'lgan yoshlarni kasbga yo'naltirildi. O'tgan yil mahallamizdagi 10 oila bilan ishladik. Shu 10 oilani 5si o'zini daromadini to'p hozir harakat qilib turibdi, yaxshi ishlab turibdilar, daromad oilasini yaxshi kelib turibdi. Bu yil Chikattoq mahallasida 5 ta oilani oldik. Yoshlarni yana shularni hunar o'rgatib, shulara bizlarimizni bilim ilmlarimizni shu bolalarga o'rgatishga harakat qilamiz. Bizlarning nuroniylarning ishi shu. Yoshlarga shu ta'lim tarbiya berish, o'zimizni bilimimizni yoshlarga o'rgatish. Biz nuroniylar shunga harakat qilyapmiz. Yoshlarni qiziqishlardan kelib chiqib mahalladagi hunarmand va ustalarga biriktirish orqali yigit-qizlarni kasb-hunarli qilish, ularni hayotga tayyorlash mumkin. Shu bo'yicha nuroniylar tumandagi Varangzon mahallasida faoliyat yuritayotgan ustalar bilan uchrashdi. Usta shogird an'analarni yo'lga qo'yish bo'yicha imkoniyatlar o'rganildi. Varangzon mahallasida kambag'allikdan farovonlik sari dastur doirasida men bekitildim. 10 ta kambag'al oilani 8tasini kambag'allikdan chiqardik. Mahallamizda 3 ta qizga tikish mashina olib berib, ish bilan ta'minladik. 2 ta yigitimizga yer suradigan moslama olib berdik. Bu yil ham 5 ta oila menga bekitildi. 5tasini ham kambag'allikdan chiqarishga harakat qilaman. Nuroniylar hamma vaqt prezidentimizga kamar bastamiz. Gurlan tumanidagi faol nuroniylar ham oilalarning ijtimoiy-iqtisodiy ahvolini yaxshilashga ko'maklashmoqda. Mahallalarda yashovchi keksa yoshdagi fuqarolar kambag'al oila farzandlarining ta'lim olishi, jismoniy tarbiya va sport bilan shug'ullanishlariga yordam beryapti. Mas'ullarga shunday oila farzandlarini ishga jalb qilish, ularning bandligini ta'minlash imkoniyatlari haqida ham o'z takliflarini bermoqda. Tumanda tashkil etilgan faol nuroniylar ishtirokidagi tadbirda bular haqida ham alohida to'xtalib o'tildi. Fikr-mulohazalar tinglandi. Faol nuroniylar obod mahalla, kambag'allikdan farovonlik sari va yashil makon dasturlari doirasida mahallalarda amalga oshirilayotgan ishlarning natijadorligi hamda ijtimoiy masalalarning holati yuzasidan jamoatchilik nazorati o'rnatilishini tashkil etmoqda. Tumanlarda o'tkazilgan tadbirlar doirasida faol nuroniylar biriktirilgan kambag'al oilalar bilan ishlash jarayonida vujudga kelayotgan muammolarni hal qilish borasida o'zlarini o'ylantirayotgan savollarga javob oldilar. O'z navbatida nuroniylar ham ishsizlikka barham berish, yoshlarni kasbga yo'naltirish hamda tomorqadan samarali foydalanish bo'yicha tavsiyalarini berdilar.